barcha hamdlar, maqtovlar senga Robbim, labbay. Va ni'mata, biz ko'zimiz ko'rib turgan, ko'rmagan barcha ne'matlar senikidir Robbim, labbay. Lakaval mulk, bütün yer va osmon senikidir. Ha, bütün mulk, koinot senikidir, labbay. La sharika lak. Sendan o'zga iloh yo'q, labbay. Qarang, biz Allohning vahdoniyatini tasdiqlab, Allohning yakka yagona ekanligini tasdiqlab, hamma gunohimizni bo'ynimizga olib, Allohning chaqiriga labbay deb ketyapmiz. Shuni qalban his qilib, kim umrasi yaxshi qabul oldi desa, kim labbaykasi ko'p bo'lsa shuniki debdi. Demak, endi hammamiz labbaykani to'xtatmasdan borib ketaveramiz. Toki Allohning baytiga, mana oldin kelganlar biladi, kallamizni egib, yoshligimizda bir gunoh qilsak, ota-onamiz oldiga qanaqa qilib kirganmiz? Mana qilib yerga qarab, yerga qarama, ko'zimga qara desa ham, yerga qarab, ko'ziga qara olmaganmiz. Chunki aybimiz borda, gunohkormiz. Demak, bugun Allohning baytiga ham mana shunday gunohlarni bo'ynimizga olib, kallamizni egib, gunohlarimizni bo'ynimizga olib, Allohning baytiga kirib boramiz, Xudo xolasa. Baytullohni ko'rishi bilan hammamiz Allohu akbar, Alloh buyukdir deb hammamiz teng baralla aytamiz. Shuning uchun qarang, ulamolar aytdi, Baytullohga birinchi nazar tushgandagi duoni Xudo rad qilmaydi deb qarang. Demak, ko'zimiz Baytullohga tushishi bilan bir yaxshi niyat qilaylikki, Alloh u duoni shak shubha yo'q ijobat qiladi deb. Shuning uchun hammamiz qalbimizda bir yaxshi niyatlarni qilib, duolarni qilib kelsak, Zamzam suvini ichishda ham borib Xudoga birinchi hojatlarga joylashib, tahoratlarni yangilab, qorinni to'ydirib, hamma pastga aytilgan soatda tushadi. Hamma biz birga haramga labbayka kirib ketib, Xudo xolasa birinchi tavof 7 marta Baytullohda aylanamiz. 2 rakat maqomi Ibrohimning orqasiga o'tib, 2 rakatdan tavof namozi o'qiymiz. To'yib Zamzam ichamiz. Zamzamni to'yib ichishlik sunnat. To'yib Zamzam ichamiz. Safo Marvaga chiqib 7 marta Safo bilan Marva tog'i o'rtasida saydiyda yuramiz. Erkaklar 50 metr yuguradigan joyi bor, ayollar yugurmaydi. 7 marta Safo Marvada yugurgandan keyin ayollar sochni bir o'rab qo'liga qirqib kesib tashlaydi. Erkaklar esa hammamiz sotrochxona bor, olib boraman, inshaalloh qardirib oldirishlik sunnat. Bizning mazhabimizda qardirib olishlik sunnat. Xudo xolasa choshni qardirib olish bilan umra amallari tugaydi. Inshaalloh siz bilan biz ham yana kelganlar takror, kelmaganlar esa ilk bor Xudo xolasa hojilik maqomini olamiz. Alloh taolo duo qilaylik safarimizga. Subhanallazi sahhara lana haza va ma kunna lahu muqrimin va inna ila robbina lamunqalib. Parvardigor, safarlarimizni bemashaqqat, sog' salomat borib yetib qabul, go'zal, o'zingning huzuringda qabul bo'ladigan go'zal umralar qilmoqlik Xudo hammamizga nasib qilgin. Ibodatlarimiz, duolarimiz, o'zingga qilayotgan tavba tazarrurlarimizni Alloh dargohiga qabul qilgin. Parvardigor, mana hammamiz oq kiyim kiyib oldik. Tashimizni poklab oldik. Sen mehribon zotsan, bizni yomon illatlardan ichimizga poklab qo'ygin. Allohu akbar.